23. Oytoldining kun tug'di Aliga vasiyat xati yozganligi aytiladi. Zerak Oytoldi qog'oz qalam so'radi. Xudo nomi bilan xatini yozdi. Xudo nomi bilan so'zini boshlab dedi. Yaratgan, yetishtirgan, kechirgan egam. Tuman minglagan sonsiz jonliqlarni yaratdi. Ularga rizq berib, birsinimi osh qo'ymadi. U istagan tilakini hammaga yurgizdi-ki, uningga hech qanday orqa yo'lak hojat emas. Xolisi yaratadi, uning tiligini bo'ladi. Uning qilganlarining hammasi tilaki bilan vujudga keldi. Bu sansizligan maxluqotni u o'lim uchun yaratdi. Barcha tirik o'lgisidir, biroq uning o'lim yo'q. Tangrim so'yimlik payg'ambarga mendan davomliq uzildirmay minglarcha salom yetkizgay. Uningdan boshqa barliq sahobalarga egam uzluksiz salomimni yetkizgay. Ey baxtiyor Ali, uzun yasha. Bu baglik saltanating bilan nurg'un Allohga hukmronlik qil. İsmim Oytoldi idi. Mecaz xulqum tolun aydak idi. Bu tolunluq kamaydi. Özüm ölüp tugaydigan boldum. Ölüm xabari keldi. Meni mahkam ilkiga oldi. Qutulg'idak yerim yo'q, lazzatimni ketkizdi. Meni azizlading, ko'p mehribonlik qilding. Mana men endi sening xizmatingdan ketadigan bo'ldim. Bu yaxshilikqa javoban vasiyat xati yozib qo'ydim, ey Zaki. Bu dunyolik ishlarida sana hamroh edim. Bilsang, ishingni to'g'rilik bilan yurgizdim. Mana endi nihoyat sodiqlik bilan maslahat so'zimni yozib qo'ydim. Bu vasiyatni o'qigin. Sodiq kishining nima deganligini angla. Sodiqlik kishilikning boshlanishi demakdir. Sodiq kishilarning gap so'zlarini esingda tut. Bu gap so'zlar sen uchun davlat saodat to'g'ri bo'ladi. Sodiq kishi kishilarning rostchilidir. Sodiq kishilarning so'zini angla, u seni yuksaltiradi. Ey Ali, mana men sana sodiq odamman. Ey jasur qahramon, mening so'zimga amal qil. O'lim menga yuzlandi. Özümü ökündüm. Lekin bu ökünçüm ve sözlerim payda bermedi. Emdi, bana kılgan ibadetlerim lazım oldu. Kılgan barlık yamanlıklarım bir ökünç oldu. Yıkkan altın kümüşle şu petiçe kaldı. Onundan bana tekken ölüş hesap berişle oldu. Ökünüp nala kılaman. Biroq ökünçten payda yok. Egam rahmetini tilashdan boshqa umid yo'q. Mana bugun noiloj ketib o'taman. Ata senmu shubhisiz izimdan kelasan. Ey Ali, o'lim texi seni tutmagan ekan, o'yg'ong'in. Ilmingni ishga silib, ishingga tayyorlan. Balo keltirish, zo'rlik qilish o'rniga sen yaxshilik qilgin. Söz ve işin bilen xalqni söyündürgin. Sağlam külleringde yaxşılık yetkiz. Tavar melin barida uni ulaştır ve yegüz. Kichigidila g'aflatdan uyg'ongan o'tkir ko'zlik, to'g'ri so'zlik kishi nima deydi? Angla. O'lim kelmagan ekan, o'limga tayyorlik qilib qo'y. Hayot vaqtingda toat ibodat qil, Allohga sig'in. Ölüm kelib tutqanda öküngenning paydası yo'q. Qora yer ostida qancha nola qilsangmi baribir. Ey Ali, mendan keyin tirishqin, vaqtingni ibodatdan boshqa zoya qilma. Seni dunyo davlat bilan ozdirmasin. Barliq ishlaringda to'g'rilik ista. Xalqqa to'g'ri, adil qonun yurgizgin. Ondan adolat kunida, ya'ni qiyomatda kuning yaxshi bo'ladi.
Bu dünya üçün özünü otqa atma. Vücudunga öş bol, havaya həvəsinin boynunu kəs. Sən dünyanın begi, onunğa qul bulma. Dünya seni taşlamasa, onu tul qilib taşlap ketdi. Artıqca məğrurlanma, təkəbbürlük qılma. Bu dünyaga işenmigülük, onundan yüz örgün. Yaxşı kişilərini özünge yakın tut. Yamandan yirak bol, zeyni tegidi. Aşköz kişilərge işlerini tapşırma. Vapasız kişiге aşnan vermeyin. İbadette gayretlik bol, günahdan saklan. Sana taat ibadetten başkasıdan payda tekmeydi. Ölümünü unutma, onunla hiç kanda koral yok. Ölüm xuddi pistirmisidan chiqqandek chiqib keladi. Qancha qaçsangmi, axir ölüm tutqusidir. Qanchalik tirik qalsangmi, axir ölüm yetkisidir. Ölümge g'afillik qilma, ko'nglingni sagak tut. Qancha uzun yashsangmi, axir yerni to'shak qilasan. Qani kim ölümdan qechib qutula oladi? Qani kim ajal vaqtidan ortiqcha yashadi? Alim bu zaman ve tiriklikka tahlil qilib, o'xshatish bilan nihoyatda yaxshi so'zlagan. Odam bolasi karvonga o'xshaydi. Qo'nalg'uda uzun turolmas, uning manzili qani? Ota pushtidan bola to'ralsa, onaning qorni bir necha oylik tinch makon bo'ladi. Onadan tug'ilib ot qo'yilsa, musofir bo'lib zamon etini minadi. U kunduzi bir qadam, kechasi bir qadam menib, ölümge ip barıdı, menzini soldurdu. Bu dünya bir qonalgı, görün bir qonalgıdır. Bu qonalgıdan qozgalsan, u dünya ahiri qonalgı boludu. U dünyada seni iki yol kütüdü. Bu iki yoldan qaysisi senin boludu. Eğer yolun oңdun kelse, işin oңşılıdı. Mubada soldun kelse, nalı qilib beşingi ur. Ey davlatman Ali, dünya terolga yadur. Uni terisa, kishi hayot oziqi o'ridi. Yerga nima terisang, yana shu unidu. Nima baygan bo'lsang, qayta shunila olasan. Boshqa kishining narsasini amma va qon to'kma. Bu ikki gunoh uchun kishi jon chiqarda nola qiladi. Hayot tushga o'xshash izsizli o'tib ketadi. Mayli bek bo'lsin, mayli qul bo'lsin, kammaski ketadi. O'tkizgan kuning tush kabi bo'ldi. Qani u? Qolgan kunlaringda o'kinishdan boshqa narsa bo'lmaydi. Uyg'ongan va uyg'ongandan keyin o'kingan kishi nima deydi? Angla. Uyg'oq turib hayotni tushdek o'tkizding. Uning foydasi qani? Bana bir nişan görsat. Havas ve arzu yolunda ömrünü ötkizdin. Hayatın tügedi, ökünç emdi paydasız. Tiriklikinge artıkça gafil bulma, oylan. Tiriklik ölümge nahaydi yıkın. Ey Ali, bexil bulma, sehi boğun. Sehilik namı ölmeydi, mengü kalıdı. Asker, qo'shin va mol dunyoga ko'p mag'rurlanma. Bu qo'shin oltin ko'mishlar foyda yetkazolmaydi. Boshqalar uchun o'zingni qurbon qilma. O'zingni aya zo'mi-zo ko'yma. Seningdan burunqi dunyo baglari dunyoni tashlab ketdi. Qara, ko'rdi yotadi. Bu o'lim sanga tayyorlandi. Ey yo'ruq kunim, o'lim vaqti seni kutmoqda. Dünyanın ayibini bilip, akıl idrak babidin sözlüküçi sana nime deydi? Anla. Bu dünya meli, goya tuzluk suğu okşaştır. Qancha issimu kishi qanmaydi, tilimi nem bo'lmaydi. Ey qahramon, sapsal bu dunyo ko'langudek narsa. Qo'lisang qochidi, qaçsang yepishidi. Bilsang bu dunyo ishlari bir esitqu. Tutay deb qolsinsa, kishi uni yo'qitib qo'yadi. Ey Ali, tirishqin, o'zing yaxshi bo'l. Xalqning begi yaxshi bo'lsa, xalqmi yaxshi bo'ladi. Xalq qo'yga o'xshaydi. Bag uning qo'ychisi.
qo'y boqquchi qo'yga mehribon bo'lishi kerak. Ko'p osh bo'ri ishki yig'ildi. Ey Ali, qo'ylarni obdan ko'zat qilib yur. Ish qilishda g'azablanma, ochiqini yig'. Baglar g'azablansa, baglikini buzadi. Kishiga tilingdan qo'pol so'zlarni chiqarma. Qo'pol so'z yilinchab ko'ygan o'tga o'xshaydi. Yavaş muloyim bo'l, egri besiq, xushbe'il bo'l. Barliq yaxshiliklarga qo'l yetkaz. Oldingda bir uzun yo'l safar turibdi. Aql idrokli kishi bu yo'lga mo'l ozuq tayyorlaydi. Ey baxtiyor Ali, saroy qasr qurma. Sana qor yer ostidan uy tayyorlandi. Egiz kang yasadoq saraying qoladi. Qorong'u yer tegidagi uyda nola qilib yotasan. Nima uchun bu oltin kumushdan xazina to'playsan? Sana tegadigan o'lishing ikki parcha so'z. Buningga taqlidan shoir bir so'z aytdiki, shoirning bu so'zi so'zning yo'lini ochadi. G'ofil inson ko'p narsa to'playdi. Hech nisb bo'lamdi yo'q, buni hech o'ylamaydi. Kishi beyisa, orzusiga to'liq erishsa, hayotini oxirlashtiradi, jini uchib ketadi. Ey bag, rohat farog'atga ovunma, mag'rurlanma. Ovunchung mag'rurluqing g'aflat uyqusiga paturadi. Dunyo uchun hayotingni zoyi qilma. Dunyo o'tib ketadi, mushaqqat chekishga majbur bo'lasan. Yipak durdunga o'ralgan sening esil vujuding ey dona, qori yerni to'shak qilg'usidir. Kenizak va mahbublar bilan ovungan vujuding qori yer tegiga yoshirinib, so'zilib yotqusidir. Tavranmas yugurik yo'rg'a otdan tushib, mung'unib egarsiz yog'och otga minisan. Bularni o'ylab, o'limga tayyorlan. Keyin qori yer qetida o'kingichi bo'lma. Hamma ishqa Xudodan yordam tila. Bilginki, Xudo sana cheksiz kuch-quvvat bergusi. Yaxshilikmi, yomonlikmi, beshingga nima kelsa rozi bo'l. Qazoga tan bergin, to'g'ri so'zla. Har ikki dunyo baglikini talab qilsang, yaxshisi bu 5 ishga yiqillashma. Haromga aralashma va zo'ravonlik qilma. Kishi qinini to'kma, dushmanlik qilma va qisos olma. May ishma, pisqi pasatdan qechib yiroq tur. Bu bir qancha narsa davomliq baglikni buzib kelyotadi. Sen davomliq mangu bag bo'lishni xohlasang, qonun turg'iz, xalq ustidan zulmni ko'tar. Ey Ali, bugun sen xalqqa boshchisan. Xalqni asra, aqling bilan o'yg'oq tur. Ali bo'yniga ig'ir yuk yuklangan. Ey xushbe'il, bexud bo'lma, ehtiyot qil. Vujudining orzusiga berilgan havoyi havasga asir bo'ladi. Sen asir bo'lma. Bo'g'an bo'lsang o'zingni qutuldir. Kechirgan hayoting borondek o'tib ketdi. Qolgan tirikliking qanchalik saltanat beralaydi. Endi bu qolgan kunlaringni behuda o'tkazma. O'zingni gunoh va qusurlardan erig'da. Bilgin, bu dunyo vafo qilmaydi. Bu o'tkinchi dunyoda o'z ozuqingni ol. Taqvodor kishining nima deganligini angla. Taqvodor kishi jahonning sarxilidir. Bu dunyo qo'nalg'u. Sen karvon hisoblanasan. Karvonning qo'nalg'uda turadigan vaqti qanchalik bo'ladi? Bu dunyo mol-mulk yig'adigan bir saroy. Bu yerda nimaga erishgan bo'lsang, u yoqqa epkat. O'zing bu yerdan ko'chsan. Ko'chingni avval avat. Kerakligini og'in, keraksizini tashla. Mana men ketayotaman. Meni ko'rib o'yg'on. Tirishqin, o'zing uchun yaxshi nom qoldir. O'limga yuzlangan, o'lar vaqtida nasihat qilib ketgan kishining nima deganligini angla. O'ladigan kishi tirikka pand nasihat qiladi. Sen uni anglab, ko'nglingda saqla. Deydi-ki, tirik ekansan, bexudlik qilma,
o'yg'on. Men g'ofillik qilib, yillar bo'yi o'kinib yotmoqdaman. Ey Aley, bu baglikning uzun bo'lishini istasang, qilalasang bir qancha ishni qil, bir qancha ishni qo'y. Adil ish qil, buningga tirish, zulm zo'rlik qilma. Xudoga sig'in, uning ishigini quchoqla. Ikkinchi, bexud bo'lma, ehtiyotchan, hushyor tur. Sana tasodifan bir falokat tegmisin. Bu ikki vaqtda har qanday ishni qilma. Havas va g'azabing kelganda sabr qilib, tishingni tishla. Bu bir qancha narsadan saqlansang, al aman saqlanadi. Bayliking uzun turadi. Bu sana saltanat beradi. Barliq yaxshi kishilarni qadrla, yuksaldir. Yamonlarni yeningda tutma, elingdan qo'g'la. Yomon nizam yurgizma, yaxshi qonun yurgiz. Kuning yaxshi bo'ladi, baxt kamiri yor bo'ladi. Ey dana, mashhur kishining nima deganligini angla va bu so'zdan o'z o'lishingni ol. Ey qonun tuzguchi, yaxshi qonun tuz. Yomon qonun tuzguchi o'ri yursimi o'lganga hisob. Ey elning beshi dana, yomon nizam tuzma. U yomon bo'lar ekan, jahonni egilayamaydi. Birasi o'z zamonasida yomon qonun tuzsa, o'zidan keyin yomon nom qoldiradi. Kim bo'lmasin, yaxshi bir qonun tuzib qo'ysa, uning bilan o'z nomini tiklaydi. Ey Ali, diqqat qil, o'zingni yengildirma. Aslingni unutma, aslab tur, o'ylan. Ey qo'li uzun zot, yomonlar qiliqini o'zlashtirma. Yomon qiliq ikki dunyoda nola qildiradi. Qo'ling uzun bo'ldi, xalqqa yaqin bo'lding. Diqqat qil, bu umr afsus bilan o'tib ketmasin. Dunyo o'tib ketadi, o'tdi deb hisobla. O'lim keladigan narsaki, menga qarshi keldi deb o'yla. Meni ko'ginki, meningdan pand nasihat ol. Bugun tirik ekansan, ati o'kinib yurma. Kishi o'lsa, uningdan vasiyat qoladi. Ey bilguchi, mana bu mening sana vasiyatim. Ey Ali, men uchun sen so'yimlik eding. Sana foydali bir vasiyat meros qoldirdim. İnsan uchun foydali meros so'zdir. Meros so'zga amal qilishning yuzlarcha foydasi bo'ladi. Endi bu chin so'zlarni yezib qoldirdim. Bu so'zlarni unutma, menimi unutma. Sen qancha uzun yashab tirik tursangmi, sapsasang oxir keladigini o'lim bo'ladi. Shubhisizki, bir kuni oxir o'lim keladi. Yashayotgan jonliqlarning jinini oladi. Chaqirg'uchi, ya'ni Azroilning kelishiga hozirlanish kerak. Uzun yo'l yurishga tayyorlik qilish lozim. Bilginki, o'limdan qutulishga yor yo'lak bo'ladigan narsa yo'q. O'limga tayyorlan, kerakligini ol. Aql yetgan va o'limning kelishini avval bilgan nima deydi, angla. O'lim payti sana navbat bilan keladi. O'zingni o'limga chindan hozirlab yur. Kumush kamar bog'lig'anlar mana men deydi-yu, o'lim tutganda uning kamirimi usuludi. Ey Ali, mana men sening haqqingni o'tidim. Mehribonligingga javoban burchimni ado qildim. Xudo sana ko'p yaxshiliklar qilish uchun tavfiq bersin. Bu yaxshiliklar maishatlaringda seni baxtli qilsin. Aman esan hayot kechir, ko'p yillar yasha. Xushallik, halovat bilan ko'p Allohga hukmronlik qil. Mening bu so'zim sana sodiqligimdir. Ey go'zal yuzlikim, aman esan qol. Ey davlatman Ali, mana men ketib boraman. Bag'rimning o'ti o'g'lim qilyotdi. Buni men Xudoga yolvorib topshirdim. Xolisi ko'yayotgan o't ichida saqlag'ay. Sana hojitim shuki, o'g'limga qarab tur. Uni tashlab etma. Bo'lmasa yaramaslar qatorida bo'lib qoladi. Tangri barliq narsalarga sabab yaratadi. Hamma yaxshi va yomonlik shuningga bog'lanadi.
Oğul qizning bozilishi yoki tuzilishining sababi ota va onadir. Mana men uning otasi bugun o'lyapman. O'g'lim kichik, o'g'siz yetim qoldi. Agar xizmatchining senda haqqi bo'lsa, sabab bo'lib o'g'limni yaxshi yo'lga da'vat qil. Nazaringdan yiroqlashtirma, fazilat va bilim o'rgat. Bilim va fazilat bilan aldi inobatga erishsin. Mijoz xulqi yaxshi bo'lib, odati tuzalsin. Xizmatga yaramliq bo'lsin, yaxshi mijoz o'zlashtirsin. Beka bosh qo'yvatma. Yig'ib mahkam tut. O'g'lonni ching tutsa baxtga erishadi. Sinab ko'rgan, o'qib va bilib so'zlaydigan yashangan mo'ysifit nima deydi? Angla. O'g'il kichik ekan, uningga bilim o'rgat. Kichikligida bilim bilsa, qo'li ustun bo'ladi. Oyima, o'g'il qizga qamchi takkuz. Qamcha o'g'il qizga bilim o'rgatadi. O'g'il qiz kichikligida nimani bilsa, qerib o'lgicha uni unutmaydi. Oy to'ldi, xatni tugatdi. Turib bog'ladi. Elib qo'l uzitib o'g'liga berdi. Aytdiki, o'g'lim, bu xatni ol, yuttirma. Alayki yetkizgin, bu mening vasiyatim. Xatimni o'qisin, so'zimni esida tutsin. O'limga hozirlansin, ishini o'ngishsin. U ulug' kichik tindi. Keyin o'g'liga qarab aytdi. Sen deganlarimni tushan, to'g'riliqqa yiqillash. Yana o'g'lini bag'riga besib quchoqladi. So'yib turib, yosh to'kib yig'ladi. Oy to'ldi aytdi. Ey o'g'lim, endi mana meni ko'rding. Nima holda ketayotaman, buni unutma. Shubhisiz sana bundoq payt kelgusidir. G'ofil bo'lma. Oxir senmi o'lasan. Men sana kerakli so'zlarni aytdim. So'zimni unutma, menga duo qil. Agar Ali vaqt yetib seni xolisa, mijoz xulqingni tuzab xizmat qil, uni kamsitma. Bekochi bo'lma, o'zingcha behuda yugurma. So'z va harakatingda to'g'ri va muloyim bo'l. Kechsi kashiyot va yana atigan tur. Kash yetib atigan qo'pish baxtni oshiradi. Tangrining buyruqini bakmi qadrla. Aliga xizmat qil, buning bilan qalbingni issit. Yomonga yiqillashma, qechib yiroq tur. Doim yaxshilik qil, mijoz va yo'lingni tuzza. Bayqob so'zla, omon yashag'in. O'zingni ko'zitib, sog'lom qerig'in. Oy to'ldi, so'zini to'xtatdi. O'g'lini quchoqlab yig'ladi. Yana nola qilib pushaymon yedi. Aytdi: "Ey ishonchsiz bevafo dunyo. Endi nimishqa menga jafo qilding? Ko'p ne'matlar bilan yetishtirgan vujudim va ko'rkam yuzim qori yerga kiradi. Onadan qandoq tug'ilgan bo'lsam, bugun yana shundoq yalang'och, mungluq ketayotaman. O'limga yuzlangan va o'limga o'kinib nola qilgan quvvatlik erning nima deganligini angla. Qerindan chiqqan vujud qeringa kirasan. Shekar bilan yetishtirgan vujudni yilonga berasan. Esib yigitlik, esib tiriklik. O'kinch bilan yig'lab go'rga kirasan. Oy to'ldi, aqlini to'plab yig'lashni qo'ydi. Mol dunyosini boshqalarga meros qilib tarqatdi. U barliq tuqqanlari bilan xayrlashdi. Jeni yeshil ko'kka yo'l erishni tiladi. Ko'zini ko'kka tikib, qo'lini ko'tirdi. Shahodat bilan tili harakatdan to'xtadi. Yo'riq jeni ayrildi. Kuni qorong'ulashdi. Xudo nomi bilan tiniqi kesildi. Sop pokiz jeni egizlikdan o'rin istedi. Jeni uchib ketdi. Quruq vujudi qoldi.
Can yaralmagan ve mevcut bulmagandek yok olup gitti. Cihanda belge nişan bulup namılı kaldı. Emdi köngli doğru kişinin gaflet uykusudan uyg'ongan kuni nima deganligini angla. Bezeklik öyün vücudunun öyüdür. Suratdek tening bo'lsa, jeningning öyüdür. Can uçup ketsa, vücut boş qoladi. Canning qayaga ketadiganligini Xudola biladi. Ey qutluk, uning o'rni egiz bo'lsa, bu baxtdir. Tövenge tushsa, jut falokat bo'ladi. Shaksizki, bu ikkidan biri nisb bo'ladi. Can uzun, mangu, ölümsiz yaşaydı. Sepsasan insan nime degen aciz ha? Yaşsımı namı yok oludu ve sözü kesiludu. Qayadın keliduyu, qayagi barıdu. Qayada turuduyu, qayada yürüdü. Bunu bilimlik bilemdu. Nimi mi diyalaydu? Akıllık ukandu. Dana nimi diyalaydu? Biladigan Xudodir ki, u bu ishni biladi. Uqqchi Tangri bu ishni uqqidi. Ba'zan birdan yoshirinib belgisiz yuradi. Ba'zan ko'z o'ngingdan nom nishonsiz yo'qoladi. Bu inson o'zi nihoyatda qisqa umr kechirsa-mu, qayg'usi uzun, til so'zi yuksakdir. Sapsasang inson bundaq ariksiz turib, nima uchun buncha yaramaz holda qodiydi? 2 kunlik o'tkinchi dunyoga erishibla, nimishqi qiyoda ko'ksini keridi. O'yg'ongan va o'limini tushunib, to'g'ri yo'lga kirgan kishining nima deganligini angla. Ey yaramaz o'lim, nima degan tangdoshsiz o'lim? Sana qarşı mingligan qoral tayyorlasimi foydasi yo'q. Hammaga tegisan, birimi qutulmaydi. Yaxshi yomon narsalarga salla to'r to'zaq bo'lasan. Olimlar baxtiyor holda yashashi kerak edi. Bilimsiz johillar tamom o'lmiki lozim edi. Yaxshimi, yomonmi qolmaydi. Hammasi o'xshashli o'ladi. Ulug'mi, kichikmi, qari yer bo'ladi. Ölümge kichik yo'q, tirik yashag'uvchilar qanchalik uzun hayot kechirsa-mu, o'lim kagisidir. Bilim va farosat bilan ishni bejarib, xalqni boshlaydigan nima degan yaxshi aytgan. O'lim bo'lmasa qandoq yaxshi ish bo'lar edi? Kishi o'lmasa qanchalik chiroyli ish bo'lar edi? Bu o'lim meni rohatga yetkazdiki, ölüm mening ulum ve asasını buzdi. Ölümge tanqanmığılık, tuğulgan ölüdü. Tuğulgan ölüdü hem qarı yer boludu. Kişige ist demeymen. Kişilikki ist deymen. Mertki ist demeymen. Toğrılıkki ist deymen. Bu qeyri dünyanın huypeyli adeti şudur. Xalısan onunla amel kıl, xalısan beqinma.